o'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutma degan maqol bor. Maqolda aytishimdan maqsad, kimdaki mashinasini o'zi yuvadiganlarga bu videoni yuborib qo'ying. Mo'ka paytida oxirida pilitos qilishadi. Pilitos botgan paytda hamma eshigini ochgan holda chiroyli qilib yuvayotgan paytida to'g'ri xayoli yuvishda bo'ladi. Agar eshigingiz nari tomoni ochiq holatda bu yoqda ish qotgan paytingizda sumka turibdi. Xudo ko'rsatmasin, uni bilib bo'lmaydi-yu. Endi yomondan ko'ra yaxshi insonlar ko'p. Endi yomon insonlardan ehtiyot bo'linglar deyman. Shu vaqtda siz ketdingiz, nimadir qoldi. Haligi yomon odam sumkangizni olib qo'ydi. Shu vaqt nima qiladi? Nima qiladi? Bundan ko'ra, nima qilgandan ko'ra, shu narsani taxsis qilishdan oldin olishga yo'li bor. Ana shu hamma eshiklaringizni yopib, qaysi joyda pilitos qotgan paytida shu joyning eshigini ochib, yana yopib, har bir eshigini ochib ishingizni qilsangiz, o'zingizga yaxshiroq bo'ladi degan umiddaman. Endi bu meni fikrim. Eshitishlar mumkin. Bunaqa bo'lmaydi. Mo'ykada yaxshi insonlar ko'p to'g'ri. Aytadi, o'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutma. Shuning uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Omona dunyoda omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Maslahatim kimgadir foyda tekkandan juda ham xursandman. Qancha davom etinglar.